Joriy o'quv yili o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bitiruvchi sinf o'quvchilari kelajak kasbini tanlash va oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun tayyorgarlikni kuchaytirgan. Termiz shahridagi Prezident maktabida o'quvchilarni xalqaro ta'limga yo'naltirish, ularning bilim va imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan seminar-trening tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Termiz shahridagi Prezident maktabida xalqaro ta'lim standartlari bo'yicha faoliyatga ega bo'lgan mentorlar tomonidan xalqaro universitetlarga hujjat topshirish hamda grant yutish strategiyalariga bag'ishlangan seminar-trening bo'lib o'tdi. Unda Prezident maktabi o'quvchilari hamda Prezident iqtidorli farzandlari loyihasi ishtirokchilari faol qatnashdi. Seminar davomida o'quvchilarga xorijdagi nufuzli universitetlarga hujjat topshirish jarayonlari, to'g'ri yo'nalish tanlash hamda arizalarni bosqichma-bosqich tayyorlash bo'yicha batafsil tushunchalar berildi. Shuningdek, grant yutish sirlari, kuchli motivatsion esselar yozish, stipendiya olish imkoniyatlarini oshirish va xalqaro talablarga mos tayyorgarlik ko'rish bo'yicha muhim tavsiyalar taqdim etildi. Bu workshop bizga juda ham foydali bo'ldi, ayniqsa 10 va 11 sinflarga, chunki ular top universitetlarga topshirish kerak va ular bilishmaydi qanaqa adashishi mumkin va mana shu workshop juda ham foydali bo'ldi. Endi mana shu workshop orqali bemalol top universitetlarga kirishlari mumkin. Shu seminar orqali men qanaqa qilib to'g'ri universitet tanlashni o'rgandim, qanaqa qilib to'g'ri universitetga kirishni ham o'rgandim, chunki chet eldagi universitetlarga hamma ham kira olmaydi va kirishni ham bilish kerak va o'sha universitetlarga kirishni qanaqa qilib kirishdagi strategiyalarni o'rganib chiqdim va eshitdim. Seminarimiz juda ham foydali bo'ldi. Men o'zimning maqsadim top universitetga kirish yoki Londondagi yoki Yevropadagi va uni sohasi bu marketing yoki media, chunki hozirgi paytda media yoki marketing haqida olib boryapman ishlarimda va umiddamanki mana shu workshopdan keyin top universitetga kira olaman. Amaliy mashg'ulot davomida o'quvchilarga individual yondashuv asosida reja tuzish, vaqtni to'g'ri taqsimlash va zarur ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha maslahatlar berildi. Mazkur seminar-trening yoshlarning xalqaro ta'lim imkoniyatlari haqidagi bilimlarini boyitib, ularning kelajakdagi ta'lim yo'lini aniq belgilashda muhim ahamiyat kasb etdi. Bu platformani biz 2025-yil avgust oyida ishga tushirganmiz va o'zi kam muddat bo'lishiga qaramasdan bizning talabalarimiz Garvardga, NYU, Carnegie Mellon kabi universitetlarga to'liq va qisman grant bilan o'qishga kirishgan. Hozirda davlatimizda aynan talabalarni, o'quvchilarni, yoshlarni dunyoning nufuzli universitetlariga kirishi qo'llab-quvvatlanyapti. O'quvchilar uchun grantlar, masalan, El-Yurt umumiylik jamg'armasi granti tashkillashtirilgan va ko'p banklar ham student loan, ya'ni talabalarga shunaqa investitsiyalar kiritishyapti. Bu bizani juda ham xursand qiladi va shu maqsadda biz har bir viloyatga borib, aynan top universitetga kirish bo'yicha o'sha seminarlar o'tib kelyapmiz. Termiz shahar ixtisoslashtirilgan maktabdan ham ko'plab talabalarimiz mavjud. Aynan shu Prezident maktabida olib borayotgan seminarimiz ham o'ylaymiz ko'p o'quvchilarga foydali bo'ladi. Chunki hozir 8, 9, 10 sinf bolalarini ko'rib, ularni ko'zidagi shijoat, ya'ni top universitetga kirish bo'yicha qiziqarli savollar berishini ko'rib, odam juda ham xursand bo'ladi va bu seminarimiz mana shu o'quvchilarimizga foydali bo'ladi deb umid qilamiz. Ta'kidlash joiz, bunday amaliy seminarlar iqtidorli yoshlarning salohiyatini yuzaga chiqarish, ularni global maydonda raqobatbardosh kadrlar sifatida shakllantirishga xizmat qilmoqda.